Assalomu alaykum O'zbekiston. Va o'zimni oqlamoqchi emasman, ko'pchiligiga mendan nokaut o'rganib qolgansizlar. Bilsanglar, men 70 kilodagi bayetman. 70 kilodan ushlaman. 77 menga salomatlik qildi. Lekin bilasizlar, operatsiya o'tkazdim. Bir oy oldin. Bir oy podgotовка qilib chiqdim. Xudo xolasa sizlarga so'z beraman. Aprel oyida Aktaron kamarini O'zbekistonga qaytaraman. 70 kiloda. Esdan olinglar. Sizlardan bitta narsani iltimos qilaman. Bilaman, sizlardan muxlislik chiqadi yo'q. Faqat O'zbekistonning muxlislari yuringlar bilan qilasizlar. Rahmat shunchalik. Lekin shuni so'rab qolaman. İltimos qolaman. Bizlar bu sportda, bizning sportimizda g'alaba ham, mag'lubiyat ham yonma-yon. Bitta narsa, yutganimizda ham, yutganimizda ham qo'llab tursanglar bo'ladi, boshqa hech narsa kerak emas. Sizlarni podpishinglar yetadi. Duoinglar bilan Xudo xolasa, duo tursanglar, Aktaron kanalini qaytaraman O'zbekistonga. Sizlarga so'z beraman. Ko'rdinglar, 3 raund raqibni kirib ko'ringlar, oddiy raqib emas. Esa dunyoda ikkinchi o'rinda turadigan ligalarda o'yinli jang qiladi. 8-3 u 3ta porajeniyni oddiy bolalardan yutqizilmagan. Raqib unga katta rahmat. Shunchalik keldi, raqib yiqildi.